SY o'rganuvchilar uchun maxsus reportaj. Hozirgi SYda bu yoqda qaranglar. Hamma ya'ni oldimachasi yursa, bunisi orqamachasi yurar ekan. Endi SYda e'tibor qiladigan bo'lsanglar, mana ushbu holat bo'yicha ikkita chiziq bo'ladi. Mana bu joyda chiziq bor. Keyin bu joyda chiziq bor. Mana shu chiziq bo'yicha shug'ullanish to'g'ri olib borish kerak. Ya'ni chizuvlarni bosmasdan ushbu holatda orqadagi pritsepini yo'nalishini to'g'rilab borishimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatda e'tiborliroq bo'lasizlar. Hozir mana mashina tekis yuryapti. Oldinglarda mana instruktor bor. Instruktor ham shaxsan Saudiya Arabistondan keltirilgan. Ular habiyami? O'shalar o'zlari boshchiligida o'rgatar ekan. Endi mana bu holat bo'yicha yuradigan bo'lsak, to'g'ri yo'nalish ketyapti. Mana shu holat bo'yicha oxirigacha yetib borish kerak. Ya'ni orqa pritsepi hech qayerga qochish kerak emas. Men hozir bekordan bekorga o'ngga chapga o'tayotganim yo'q, chunki ushbu holatda liniyalarni nazorat qilish kerak bo'ladi. Mana chizuvdan o'tib oldik. Ko'rdinglarmi? Mana umumiy chiziqdan to'g'ri o'tib keldi. To'g'ri o'tib kelgandan keyin mana shu orqa pritsep bortini ya'ni mana shu orqada chiziq bor. O'sha chiziqqacha olib kelish kerak bo'lar ekan. Shunda mana chiziq keladi. Bu qatgacha kelish kerak. Tosh oldida nima bor? 1 metr bo'ladi. Mana bu chiziqqa 1 metr oralig'ida. Mana bu chiziqda 1 metr oralig'ida to'xtash kerak bo'lar ekan. Shundan keyin mashinani shu joydan o'ngga burib, orqa pritsepini ushbu garajga to'g'irlash kerak bo'ladi. Ana o'sha garajimizdagi. Shunda mana garajga taqaproq olib borilgandan keyin tekis holatda mana olib boriladi. Olib borilgandan keyin mashinani ko'ndaling qilib to'xtab olar ekan. Ko'ndaling deganda mana bu burchaga mana holatini shu to'g'rilab olinadi. Mana shu burchaga. Xo'p. Bo'pti. Deb mana shuni to'g'rilagandan keyin orqa pritsepini, ya'ni misol uchun asta sekinlik bilan ya'ni yurg'izishni boshlaydi. Endi orqasini olib kirish uchun yuk avtomobil pritseplarda rul teskari buriladi. Ya'ni misol uchun mana rulni chapga burgan holatda bursanglar, shunda bort kiradi. Mana rul chapga burildi. Bort esa sekin o'sha garaj kirishni boshlaydi. Kirgizib olgandan keyin rulni, ya'ni o'sha burayotgan joyiga qarab turib o'ngga buradigan bo'lsak, avtomobilni o'zini muvozanatini yana saqlab boradi o'sha. Mana shu holatda sekin yana kirishni boshlayveriladi. Garajga ehtiyotkorlik bilan olib kirib, ushbu bortini sekin to'g'rilaymiz. Ana endi bu yoq tomondan e'tibor qilamiz. Asosiy mana haydovchimiz o'ng tomonda pritsep bilan ishlayapti. Mana kirdi. Shunda orqasini olib kirib olgandan keyin rulni, ya'ni o'ngga buradigan bo'lsa, rulni o'ngga buradigan. Oldida o'sha umumiy itarayotgan yuk avtomobili muvozanatini saqlaydi. Lekin ushbu holat bo'yicha bu avtomobilni sal chapga o'ngga qilib sal to'g'rilash kerak. Agar ushbu holatda olib kirish qiyinroq qochib ketgan bo'lsa, avtomobilni ya'ni to'g'riga yurg'izib olib, yana boshqatdan olib kirsa bo'ladi. Mana shu holatda yana sekin qirib, shu pritsepini orqaga sekin itarib borishni boshlaydi.
Lekin ushbu holat yana boshqariladi. Ha. Endi necha minut beradi bunga? Necha minut vaqt beradi? 16 minut ya. Mana shu olib kirishga 16 minut. Ha. Значит, orqaga olib kirishga 16 minut vaqt beradi. Ha. Umumiy koridorga 4 minut berilar ekan, to'g'ri yurishga va bu yoqqa kelgandan keyin yana o'sha 16 minut. Tak. Yana nima chiqyapti bu yana? Nima chiqdi bu? Xullas nimadir qilar ekanda. Ha, agar misol uchun men shaxsan tushunishim bo'yicha agar olib kirishdan qoniqmagan bo'lsa yoki недовольныйroq bo'lgan bo'lsangiz, olib chiqib yana boshqatdan olib kirsangiz bo'lar ekan, to'g'rilab olib. Bu bola ham shu bortini to'g'rilayman deb ezilib ketdi borib. Mana orqa pritsepi iloji boricha o'rtaga olib kirishga harakat qilyapti. Rulni misol uchun tekis qo'ygandan keyin bu holat men tushunishim bo'yicha rulni o'ngga bursa, mashinani umumiy diagonali o'zini muvozanatiga kelib oladi o'sha. Xullas, Saudiya Arabistondan kelgan maxsus o'qituvchimiz jon jahdlari bilan ovozlarini o'zi chiqmasa ham balandroq gapirishga harakat qilib o'rgatyaptilar. Tak, mana umumiy orqaga ushbu mana to'g'ri kelganda mana men bu orqa g'ildiraklarni oq nazorat chizig'iga fiksatsiya qilish kerak ekan. Mana shunga fiksatsiya kerak. Shundan keyin bo'ldi. Yana o'sha mashinani to'g'riga harakatlanib, iloji boricha birinchi bortni o'zi chiqib oladi. Polni mashina o'zi chiqib oladi. Keyin esa orqa pritsepini o'ngga burib, ushbu yana koridorga tushib olib, finishga borar ekan. Xullas, hurmatli SY topshiruvchilar, bu yerda avarinka holati bor ekan bu yerda. Ha, avarinka holatida endi shaxsan endi bu nechtadir etaplari bor. Yo'q, avarinka emas, pavorotnikni o'ngga yoqib, yana ushbu finishga to'g'rilanib kelinar ekan. Xullas, mana shunaqa SY o'rganuvchilar uchun maxsus o'rganadigan holati shundan tashkil topgan. Xullas, mana shunaqa qilib yuradi. Mana ustozlar, mana bu yerda yana bitta ustoz bor, yana bitta ustoz bor. Mana shunaqa qilib boshqarib, yana harakatda orqada yurib, yana boshidan boshqarsa bo'lar ekan. Shu videomiz agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.